Bugun sizlar bilan tez siyish holatlari, asoratlari va turlari haqida gaplashamiz. Tez siyish bu kasallik bo'lishi ham mumkin, normal holat ham bo'lishi mumkin. O'zi normada odam bir kunda 4-6 marta kunduz kunlari, tunda 1-2 marta chiqsa bu normal holat hisoblanadi. Bundan tashqari siyish miqdori ham rol o'ynaydi. Ya'ni miqdor bir kunda 1 litrdan 2 litrgacha bo'lishi kerak, o'rtacha 1,5 litr. Umumiy olganda siyishlar soni yoki miqdori atrof muhitga yoki ob-havoga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Kunning issiq kunlarida siyish miqdori nisbatan ko'proq bo'lishi mumkin yoki kamayishi ham mumkin. Ya'ni agar ko'p suyuqlik ichsa ko'payadi, suyuqlik kamroq ichsa kamayishi ham mumkin. Bundan tashqari infeksion kasalliklar, yallig'lanishlar, qo'shimcha asoratli kasalliklar, qandli diabet ham siyish miqdorining oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu asosan kasallik belgilari hisoblanadi. Katta odamda bu aytganimizdek 1-2 litrgacha siyish va 4-6 marta chiqishi normal holat bo'lsa, bolalarda ham siyishi miqdori ahamiyat kasb etadi. Ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqlarimiz bir sutkada 20-60 millilitrgacha siyishi kerak bo'ladi. 1 oylikdan 12 oylikgacha bo'lganlari esa 60 millidan 150-200 millilitr, 300 millilitrgacha siyishi normal holat. 3 oydan boshlab esa bu ko'rsatkich 600-700 millilitrgacha chiqadi. 3 yoshgacha mana shu ko'rsatkich saqlanib turadi. 3 yoshdan 10 yoshgacha esa 1 litrgacha ko'payib boradi bu miqdor. 10 yoshdan keyin esa deyarli kattalar bilan bir xil holatga o'tadi. Ya'ni siyishi soni va miqdori kattalariga tenglashadi. 1-1,5 litr siyadi. Soni esa 4-6 martadan 7-8 martagacha oshishi mumkin. Tez siyish qachon kasallik bo'lishi mumkin? Quyidagi holatlarda kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Ya'ni tez siyish juda ham ko'p miqdorda suv ichish bilan birgalikda bo'lsa, bundan tashqari siyish paytida achishish, og'riq, yonish hissi bo'lsa, ozib ketish holatlari kuzatilsa yoki siyishga kirganda qistov bo'lsa yoki kuchli kuchanish hissi paydo bo'lsa, bu ham kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari siyish aktidan keyin qoldiq siydik qolish hissi yoki tomchilab qolish holatlari ham siyish kasalliklari borligidan dalolat beradi. Qachonki sog'lom bo'lishi mumkin, ya'ni sog'lom holatda ham siyish tezlashishi mumkin. Bu ko'p qona holatlar bo'lishi mumkin. Ob-havo sharoitlari birinchi navbatda, ya'ni tashqi muhit issiq bo'lgan paytlarda suyuqlik miqdori ham ko'p ichiladi. Shunga qarab siyish ko'payishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa terlash ko'p bo'ladigan odamlarda esa bu ko'rsatkich aksiga, ya'ni siyishi kamayishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Keyin homiladorlik paytlarida homila qo'riqni bosish hisobiga ham qo'riq muskullari va nervlari ta'sirlanib, siyishi miqdori va sonining oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu ham kasallik belgisi hisoblanmaydi, ya'ni qo'shimcha yondosh kasalliklar yoki yondosh sabablar natijasida siyish miqdori yoki soni oshishi mumkin. Bundan tashqari qandli diabeti bor kasallarda ham siyishi nisbatan ko'proq bo'lishi mumkin. Ular asosan o'sha qandli diabetga qarshi davo choralarini olib yuradi, lekin baribir normada siyish miqdori boshqalarga, ya'ni sog'lom odamlarga qaraganda ko'proq kuzatiladi. Siyishi buzilgan odamlar qanday tekshiruvlar o'tishi kerak degan savol turadi. Bu savolga birinchi qiladigan usullarimiz qon analizlari va siydik analizlari asosiy rol o'ynaydi. Bundan tashqari buyrak faoliyatini tekshirish usullari bor, ya'ni mochvina kreatininni qon orqali tekshirish bo'ladi. Instrumental tekshiruvlar bor, UZI orqali qo'riqda devorlari holatini baholash, qoldiq siydik bor yo'qligini baholash. Erkaklarimizda esa uroflometriya usullari bor, ya'ni uroflometriya degani siyishi bosimini o'lchash usuli hisoblanadi. Ya'ni ko'pincha bu prostata bilan bog'liq kasalliklar, prostata giperplaziyasi va adenoma kasalliklarida, prostatitning og'ir stadiyalarida ham odam kuchanib siyishga majbur bo'ladi. Bu holatlarda uroflometriya usulidan foydalaniladi. Bundan tashqari yana sistoskopiya usuli ham instrumental tekshiruvlarga kiradi. Sistoskopiya tekshiruvi asosan siyish vaqtida qon kelishi bilan bog'liq siyadigan odamlarda sistoskopiya tekshiruvi o'tkaziladi. Ya'ni qon kelishi o'choqlarini topish maqsadida bu usuldan foydalaniladi. Bundan tashqari yana
sabablari topilmasa gormonalni tekshiruvlar qilish kerak bo'ladi. Antidiuretik gormon, qalqonsimon bez gormonlari, testosteron miqdori ham ba'zi holatlarda seyish miqdoriga ham ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli gormonal tekshiruvlar ham o'tkaziladi. Keyin bundan tashqari agar og'ir kasalliklar, gonorreya, sifilis yoki ureoplazma, xlamidия yoki palapartish aloqada bo'ladigan odamlarda qo'shimcha ravishda siydik kanaldan surtma olinadi va surtmani tahlillariga qarab seyishni tezlashishiga sabab bo'ladigan omillar izlab ko'riladi. Agar seyishni tezlashishi stressli yoki bo'lmasa tez qatnab kechasi siyib qo'yish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, bunday holatda nevrologik tekshiruvlar ham o'tkazish kerak bo'ladi. Ya'ni bu nevrologik holat ham bo'lishi mumkin. Sizda quyidagi sanab o'tilgan muammolar bo'lsa, nima qilish kerak va kimga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda urolog shifokorga murojaat qilish kerak. Agar seyish bilan ozish yoki chanqoq holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bu holatda endokrinologga borish, gormonlarni tekshirtirish kerak bo'ladi. Agar seyish vaqtida achishdan tashqari kulganda, jismoniy mashqlarda, asabiylashganda siydik tutolmaslik holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu holatda nevrolog bilan maslahatlashgan holatda davo choralari qilinadi. Endi davo choralari qanday tuziladi? Agar tekshiruvlar natijasida seyishni tezlashishiga infeksiya sabab bo'ladigan bo'lsa, asosan antibiotiklar, yallig'lanishga qarshi dori vositalari ishlatiladi. Og'riq paytida spazmolitiklar qo'llaniladi. Agarki seyishni tezlashishiga prostatani shamollashi yoki adenomasi yoki prostatani kattalashishi sabab bo'layotgan bo'lsa, bu holatlarda alfa blokatorlar ishlatiladi. Yoki og'ir holatlar kuzatilsa, operativ davo choralari qo'llaniladi. Bundan tashqari, agar xavfli infeksiyalar orqali seyish bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa, PCR testlari orqali aytganimizdek analizlar qilinadi va o'sha yuqumli kasalliklarga qarshi lecheniyalar va chora-tadbirlar ko'riladi.